Bu meremiy qiladigan joy emas. Vau, bunaqa atmosfera vodiyda bitta, u ham bo'lsa Andijonda. Bog'laring bon, gullarasan, tog'laringdan suvlar oqar. Tangrim suyib bergan husning, buncha go'zal, shu chaman. Andijonda kechki salqinda aylanishga zo'r joy topib qo'ydik. Siz videoga like bosib, Andijon bugunga obuna bo'ling. Hozir bu yerni birgalikda ko'rib chiqamiz. Video oxirida lokatsiya bor. Gullar va daraxtlar bilan chiroyli qilib bezatilgan bu yer ayni damda Andijonda kelib ko'rishingiz bo'lgan eng yaxshi joyga aylandi. Gullar ko'ryapsizmi, gullar? San'at tasavvur ekib qo'yishibdi va ayni vaqtda butun Andijon xalqi shu yerda oilaviy yoki do'stlar bilan maza qilib havo almashtirib yurishibdi. Faqatgina siz qolib ketdingiz. Bog'ga oilaviy yoki do'stlar bilan kechki salqinda kelish eng to'g'ri tanlov. Suhbatlashib o'tirishga chiroyli joylari yoki gulli yo'lakchalari bor. Hattoki bolalar uchun ham o'yin maydonchalari shu yerda. Aytishlaricha yaqin orada bu yerga ko'plab attraksionlar olib kelinar ekan. Bu yangi nomlangan Bobur shahridagi yangi bog'.